O'tgan hafta Amerika, Fransiya, Germaniya, Kanada va Turkiyaning nurg'un siyosiy arboblari, ya'ni donliq olimlar, yozuvchi, artist va parlament a'zolari birlashib, chorshanba kuni Fransiyaning Le Monde va Ozodlik gazetida ikki parcha imzo qo'yilgan obzor maqola e'lon qilib, Fransiya va boshqa davlatlar jamiyati shundoqla hukumatlarini Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning Xitoy tarafidan uchrayotgan kishilik huquq tafsirlanchiligiga diqqat qilishga va tadbir qo'llanishga chaqirdi. Yevropa Kengashining raisi Charles Michel Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlatning boshliqlariga maktub avatib, ularni payshanba va juma kunlari Brusselda o'tkaziladigan alohida Yevropa boshliqlar yig'iniga qatnashishga taklif qildi. Egallanishicha, Yevropa Ittifoqining Xitoyning siyosiy masalasiga qarata tadbir qo'llanish mazkur yig'inning asosiy temasi ekan. Charles Michel Amerika bilan Xitoy raqobatlashganda Yevropa Ittifoqi qanday pozitsiyada bo'ladi degan savolga javob berib, biz Xitoyning siyosiy va iqtisodiy sistemasini asos qilgan qimmat qarashlarga qo'shilmaymiz. Uyg'ur va universal kishilik huquqi hurmat qilishni ilgari surishni to'xtatmaymiz degan. O'xshash temada Germaniya bosh ministri Merkel chorshanba kuni Brusselga berib, Yevropa Ittifoqi boshliqlar yig'iniga qatnashishdan burun Germaniya a'zolariga o'zining Hong Kong vaziyatining taraqqiyotiga ko'ngil bildirganligini ko'rsatib, Xitoyning boshqa millatlarga bo'lgan huquqlarining razil va nachar ekanligini, rahimsiz muomala qiladiganligini ayblab, Xitoyga tutgan pozitsiyasini havo klimat o'zgarishi, savdo munosabati, Sharq Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq masalasidan iborat 3 tarafdan o'tirib qo'ydi. Maqolada mundaq deyilgan: 2016 yildan boshlab Xitoy hokimiyati musulmonlar va turk so'zlashadigan kishilarni yo'qotish siyosatini yo'l qo'ydi. Uningga qarshi turish, nomussiz lagerni taqash va qonunsiz kuch, zo'migarlik va vahshiylikni yengish uchun parlamentda ittifoqlik guruhi qurildi. Bizning erkinlikka, adolatga va kishilik huquq shindiganligimizni so'zlaydigan 2-dunyo urushidan keyin shakllangan bu muqaddas orzu bilan qayta aloqa qiladigan payt ekanligini, kuch ustidagi qonun erkinlik orqali zulmni mag'lub qilish, insonlarning aqli orqali vahshiylik ustidan g'alaba qilish qatorliqlar parlament a'zolarining Uyg'urlar bilan ittifoqlashib parlament guruhi qurishning asosiy sababi ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash xalqaro tashkilotlarning Sharq Turkistonda yuz berayotgan jinoyatlarni tekshirish komiteti qurib, Xitoyga qaratilgan jazoni lagerga kirish tahdidi sifatida ishiltish qatorliq barliq tirishchanliklarni ko'rsatish, navbatda faqat jiddiy holda Sharq Turkistonning mahkam yopilgan eshiklarini buzib tashlash kerakligi, barliq davlatlarning do'zax kabi Xitoydan qochib chiqqan Uyg'urlarga o'z madaniyatini davomlashtirish yoki ularning azob oqibatlarini tushunib, qo'llash uchun alohida yordam va mehmondo'stlik bilan ta'minlash uchun siyosat turg'izishga chaqirib, o'zining Uyg'urlar bilan bir safda turib, Sharq Turkistondagi necha millionlagan jimjit kishilarning ovoziga aylanganligini bildirgan. Imzo qo'yuvchilar oxirida hozir butkul yer sharida keng ko'lamli safarbarlik qiladigan payt keldi. Biz tashabbus qiladigan insonparvarlik prinsiplarini izlab harakat qiladigan payt keldi. Bir millatning mavjudligi uchun kurash qiladigan payt keldi dedi.